Bugun sizlar bilan Onyx da salon filtrini almashtirishni o'rganamiz. Deyarli har bir mashinada bir xil, hammasida shu yerda bo'ladi. Ochishimiz bilan o'zi kelib chiqadi. Gradus ko'rishingiz mumkin, 35 gradus havo. Juda ham issiq bo'lib ketdi. Konditsioner yaxshi sovutib bera olmayapti. Hozir tekshirsam, uje axlat bo'lib ketgan, chang bo'lib. Endi hozir shuni filtrni almashtiramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, mana 2025-yil aprel holatiga 45 ming so'm ekan. Bu odatda Malibu 2, Equinox, Onyx, Tracker mashinalariga ishlatiladigan. Aytish bo'yicha bu ko'mirligidan, farqini to'g'risi bilmayman, biladiganlar aytib o'tsa xursand bo'laman. Xullas, qani ketdik, unda almashtiramiz. Imkon qadar hammasini sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Barni ochadigan bo'lsak, shu holatda bo'ladi. Men hozir bir qo'lda qila olmayman bu narsani. Mana shu yerini ikki tarafidan qisadigan bo'lsangiz, bu o'zi bo'shab chiqadi. Bo'shab chiqqandan keyingi jarayonni hozir ko'rsataman. Plus ikki qo'ldan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Mana ketdik. O'zi shu holatda bo'ladi. Mana chiqargandan keyin konditsioner biz kerak bo'ladigan joy mana shu joy. Bu yoqdan chiqarib olishimiz mumkin. Qaranglar, juda ham yomon bo'lib ketgan. Hozir shuni yangisiga almashtiramiz. Olingan holati juda ham achinarli. Shu sabab mana mashinam yaxshi sovimayotgandi. Endi hozir yangisini qo'yamiz. Sizlar bilan birgalikda. Yangisini qo'ydik. Xudo xolasa natijasini endi ko'ramiz. Mana mashina ko'rishingiz mumkin. Narxini yana bir eslatib o'taman. 45 ming so'm. Andijon Bog'oshamonni oldim. Xudo xolasa natijasini birgalikda ko'ramiz. Xolos salon filtrimizni qo'yib oldik. Endi buni bu yoqqa natijani bilib yayrab yuramiz. Yozgacha xudo xolasa sizlar ham yoz yaxshi o'tkazib olinglar. Sog' bo'linglar.